Endi sertifikasi eng yuqori ball bilan 148 ball. Shundan Yaxshi. Yo'lda nimadir? Ikkinchisi bizda Nurjahon. Nimalar bor ichida? Straytoki oilasidan sizlarni tabriklaymiz. Xudo xolasa o'sha 2026 vizalangiz chiqquncha o'sha aprel potokgacha xudo xolasa endi 3 darajalarni olib turib, eng yaxshi natijalarni xudo xolasa qo'lga kiritib, Yaponiyaga borib, o'qish, ish, xudo xolasa o'sha ota-onalaringizni ham chaqirgandik, bo'lmay qoldi, qaynasi. Xudo xolasa viza chiqqan chaqiramiz. O'sha yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, O'zbekistonga qaytib, mana yaxshi yo'lda ishlashni qarang Shohjahon. shu jumladan sizlarga ham xudo xolasa N5 darajalarini nasib qilsin. Kimgadir o'zi olishgan, o'tirishibdi bemalol. O'sha N5 darajalar bu kalit. O'sha Yaponiyani biror o'sha kaliti. Xudo xolasa o'sha